Hamma sizga обычный клубника shokoladini o'rgatayotgan bir paytda men sizga trenddagi необычныйsini o'rgataman. Like bosib videoni oxirigacha ko'ring. Meni auditoriyamga ozgina qiyin, chunki mikrovolnovkam yo'q deb bahona topishlariga yo'l qo'ymayman. Uyingizda bor oddiygina idishga qaynoq suvni quyasiz, ustidan yupqaroq tarelkani qo'yasiz. Menda belgiyskiy kalibaut shokoladi shunaqa tayyor mayda holatda bo'ladi. Agar siz plitka ishlatadigan bo'lsangiz, maydalab keyin solasiz. Yaxshilab erigan shokoladni olib tarelkani tagini artib, keyin esa stakanga solasiz. Tinmasdan aralashtirib sovutasiz. Silikon qolipni tayyorlab, shokoladni solish uchun konditerskiy mishokni qidirib, tortmani ochishimni bilaman, hamma joy parda ketdi. Shokoladimni tayyorlab olib, keyin tartibga solaman deb sekingina yopib qo'ydim. Ana endi silikon qolipni xuddi shu ko'rinishda buklab olamiz. Shokoladni quyib, ketidan klubnikani solamiz. Bunisini chekkaga olib qo'yib, ikkinchi silikon qolipni olamiz, yana shokolad solamiz. Klubnikani ham solib, xolodilnikka yuboramiz. Ana endi bemalol tortmamni tartibga solsam bo'ladi deb tezgina idish qidirdim. Maylida kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik. Biz bayvi ishlatamiz, xudo xohlasa, xudo xohlamasa tavsiya qilarmidik deb allergiya bermaydigan tog' va chirklarni tezgina ketkazadigan bayvi bilan tozalab, shu idishga silikon qoliplarni solib qo'ydim. Mani eng sevimli jarayonim shokoladni qolipdan ko'chirish. Bu go'zallikka qarab ko'zingiz to'ymaydi, yeyishga og'zingiz xijolat bo'ladi. Teppadagi maslahat va ideal retsept uchun albatta like bosib saqlab oling. Bahona qidirmay hamma narsani oson tayyorlash uchun menga obuna bo'ling.